Aziz tomoshabinlar, bugun men juda muhim va har bir oilaga tegishli bo'lgan masalani tushuntiraman. Pensioner vafot etsa, qarindoshlari qaysi qog'ozlarni yig'ishi kerak, qaysi hujjatsiz dafn jarayoni qabriston ro'yxati, o'limni rasmiylashtirish, pensiyani to'xtatish va dafn puli olishda muammo chiqishi mumkin. Bu mavzu yoqimli emas, lekin hayotda har birimiz duch kelishimiz mumkin bo'lgan masala. Ayniqsa uyda keksa ota-onasi, buvisi, bobosi yoki nogironligi bo'lgan pensioneri bor oilalar buni oldindan bilib qo'ysa, og'ir kunda yugur asosan ortiqcha xarajat va tushunmovchilik kamayadi. Shu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men oddiy tilda qaysi hujjat qayerdan olinadi, kimga kerak emas, qaysi joyda odamlar ko'p xato qiladi, hammasini ketma-ket tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday amaliy ma'lumotlar aynan kerak bo'lgan paytda topilmay qoladi. Avval ko'pchilikda jarayon ancha oddiy ko'rinardi. Odam vafot etdi, qarindoshlar mahallaga xabar berdi, imom chaqirildi, qabristonga olib borildi, dafn qilindi. Keyin esa asta-sekin o'lim guvohnomasi, pensiya masalasi, meros, bankdagi pul, kommunal to'lovlar, uy-joy hujjatlari bilan shug'ullanildi. Lekin amalda bugun ko'p joylarda rasmiy tartiblar kuchaygan. O'lim fakti tibbiy hujjat bilan tasdiqlanmasa, FHDYoda o'lim qayd etilmasa, pensionerning pensiyasi to'xtatilmasa, dafn nafaqasi yoki boshqa to'lovlar bo'yicha hujjatlar topshirilmasa, qarindoshlarning o'zi keyin katta muammoga tushib qoladi. Bu yerda eng muhim narsani ochiq aytaman. Gap shunchaki qog'oz bo'lmasa odamni umuman ko'mishmaydi degan qo'rqinchli ibora bilan cheklanmaydi. Aslida dafn jarayoni diniy va insoniy tomondan tez amalga oshiriladi, ammo rasmiy tomondan o'lim qayd etilishi shart. Agar o'lim haqida tibbiy ma'lumotnoma bo'lmasa, qabriston ma'muriyati ham, mahalla ham, FHDYo ham savol beradi. Chunki har bir vafot etgan inson davlat ro'yxatidan chiqarilishi, pensiya to'lovlari to'xtatilishi, meros huquqi ochilishi va dafn bilan bog'liq nafaqalar rasmiylashtirilishi kerak. Oldin ayrim joylarda, keyin olib kelasiz. Ertaga to'ldirib qo'yamiz. Mahalla biladi degan norasmiy yondashuv bo'lgan. Hozir esa elektron bazalar, FHDYo qaydlari, tibbiyot muassasalari ma'lumotlari, pensiya jamg'armasi va bank tizimi bir-biri bilan bog'lanmoqda. Shu sababli qarindoshlar otam vafot etdi, dafn qilib bo'ldik. Endi pensiyasini olsak bo'ladimi yoki onamning kartasida pul qolgan, bank bermayapti deb kelganda, ulardan o'lim guvohnomasi qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjat, meros hujjati, ba'zan dafni amalga oshirgan shaxs sifati ariza talab qilinadi. Men birinchi navbatda kimlar bu masalan xavotir olish kerakligini aytaman. Agar oilangizda yoshga doir pensiya oladigan ota-onangiz bo'lsa, nogironlik pensiyasi oladigan qarindoshingiz bo'lsa, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha nafaqa oluvchi bo'lsa yoki bank kartasiga pensiya tushib tursa, siz bu tartiblarni bilishingiz shart. Chunki pensioner vafot etgandan keyin ham pensiya avtomatik ravishda kelaverishi mumkin bo'lgan holatlar uchraydi. Qarindoshlar esa baribir o'zimizning odamimizning puli-ku deb kartadan yechib oladi. Keyin tekshiruvda vafot sanasidan keyin tushgan summa ortiqcha to'lov deb topiladi va qaytarish talab qilinadi. Masalan, oddiy holatni olaylik. Toshkent viloyatida yashagan yetim 2 yoshli pensioner ota har oy 1.200.000 so'm pensiya olgan. U 5 mart kuni vafot etdi. Qarindoshlar dafn bilan ovora bo'lib, o'lim guvohnomasini 20 martda oldi. Pensiya bo'limiga esa aprel oyida xabar berdi. Agar mart oyining pensiyasi to'liq tushgan bo'lsa, uning qaysi qismi qonuniy, qaysi qismi ortiqcha ekani mutaxassislar hisoblaydi. Agar aprel oyida ham pensiya tushib ketgan bo'lsa, aprel uchun tushgan pul odatda qaytarilishi kerak bo'ladi. Qarindosh men bilmaganman desa ham tizimda vafot sanasi ko'rinadi. Yana bir misol. Samarqandda bir ayol onasining pensiya kartasini ishlatib yurgan. Ona vafot etgan. Lekin qiz farzand bir necha oy davomida kartadagi pullarni yechgan. Keyin FHDYo ma'lumoti pensiya organiga borgach, ortiqcha to'lov aniqlangan. Natijada qiz farzanddan bir necha million so'mni qaytarish so'ralgan. U pulni dafn xarajatlariga ishlatganini aytgan. Lekin dafn xarajati uchun alohida tartib bor. Vafotdan keyingi pensiyani o'zboshimchalik bilan olish boshqa masala. Shuning uchun men doim aytaman. Vafotdan keyin kartaga tushgan pulga tegmang. Avval rasmiy tartibni aniqlang. Endi hujjatlar masalasiga o'tamiz. Eng birinchi hujjat bu o'lim haqida tibbiy ma'lumotnoma. Agar inson shifoxonada vafot etsa, odatda shu shifoxona o'lim sababini ko'rsatgan holda tibbiy hujjat beradi.
Agar uyda vafot etsa, hududiy poliklinika shifokori tez yordam yoki tegishli tibbiy xodim chaqiriladi. Ular o'lim faktini ko'radi. Zarur holatda ichki ishlar organlariga xabar qilinadi. Ayniqsa o'lim to'satdan noma'lum sabab bilan jarohat, yiqilish, zaharlanish, zo'ravonlik alomatlari bilan yuz bergan bo'lsa, oddiy ma'lumotnoma bilan ish bitmaydi. Bunda sud tibbiy ekspertiza talab qilinishi mumkin. Ikkinchi muhim hujjat o'lim guvohnomasi. Bu FHDY organi tomonidan beriladi. FHDYga odatda tibbiy ma'lumotnoma vafot etgan shaxsning pasporti yoki ID kartasi. Ariza beruvchining pasporti, ba'zan qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. O'lim guvohnomasi bo'lmasa, meros ochish, bankdagi mablag'ni olish, uy-joyni rasmiylashtirish, pensionerning nomidagi hisob-kitoblarni yopish. Kommunal xizmatlarda ma'lumotlarni o'zgartirish qiyinlashadi. Uchinchi masala dafn nafaqasi. Ko'p oilalar bilmaydi. Pensioner vafot etganda dafn marosimi uchun ma'lum tartibda bir martalik to'lov yoki nafaqa olish imkoniyati bo'lishi mumkin. Buning uchun odatda dafnni amalga oshirgan shaxs ariza beradi. Bu shaxs farzand bo'lishi mumkin. Turmush o'rtog'i bo'lishi mumkin. Aka, uka yoki opa-singil bo'lishi mumkin. Hatto ayrim hollarda dafn xarajatini ko'targan boshqa shaxs bo'lishi ham mumkin. Lekin men o'g'liman deb og'zaki aytish yetmaydi. Ariza, pasport, o'lim guvohnomasi, pensionerning ma'lumotlari, bank rekvizitlari, ba'zan dafn xarajatini tasdiqlovchi hujjatlar so'raladi. Kim xavotir olmasligi mumkin? Agar barcha hujjatlar joyida bo'lsa, vafot tibbiy muassasada qayd etilgan bo'lsa, FHDYdan o'lim guvohnomasi olingan bo'lsa, pensiya organiga o'z vaqtida xabar berilgan bo'lsa, kartadagi pulga noqonuniy tegilmagan bo'lsa, sizda katta xavotir bo'lmaydi. Jarayon biroz vaqt oladi, lekin tartib bilan hal bo'ladi. Muammo asosan keyin qilamiz. Hech kim so'ramaydi. Kartani ishlatib turaylik, pasport qayerdaligini bilmaymiz. O'lim guvohnomasi kerak emas degan yondashuvdan chiqadi. Men yana bir real hayotga yaqin vaziyatni aytaman. Bir pensioner boboning 3 nafar farzandi bor. Bobo katta o'g'lining uyida yashagan. Lekin pensiya kartasi kichik qizida bo'lgan. Bobo vafot etgach dafn xarajatini katta o'g'il ko'targan, lekin kartadagi pulni kichik qiz yechib olgan. Keyin dafn nafaqasini olishda dafnni kim qildi degan savol chiqadi. Katta o'g'il men xarajat qildim deydi. Qiz karta menda edi deydi. Bunday tortishuvlar oilaning ichida nizoga sabab bo'ladi. Shuning uchun dafn xarajatini kim ko'tarayotgan bo'lsa, hujjatlarni ham o'sha shaxs nomidan to'g'ri rasmiylashtirgani yaxshi. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat: vafot etgan pensionerning pasporti yo'qolgan bo'lsa nima bo'ladi? Bunday holatda ham o'limni qayd etish mumkin, lekin jarayon cho'zilishi mumkin. Shaxsni tasdiqlash uchun ID ma'lumotlari, eski pasport nusxasi, mahalla ma'lumotlari, qarindoshlarning hujjatlari, tibbiy kartadagi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun uyda keksa odamning pasporti, pensiya daftarchasi yoki pensiya ma'lumotlari, bank kartasi qayerda saqlanishini kamida 1-2 yaqin qarindosh bilib qo'ysin. Ikkinchi nozik jihat: pensioner boshqa viloyatda vafot etsa, masalan, u Qashqadaryoda ro'yxatda turgan, lekin Toshkentga davranishga kelib, shu yerda vafot etgan. Tibbiy ma'lumotnoma vafot joyidagi muassasa tomonidan beriladi. O'limni qayd etish ham vafot joyi yoki doimiy yashash joyi bo'yicha amalga oshirilishi mumkin bo'lgan tartiblar mavjud. Lekin qarindoshlar hujjatlarni bir joydan ikkinchi joyga olib yurishga majbur bo'lishi mumkin. Shu sababli vafot boshqa hududda bo'lsa, darhol tibbiy muassasadan qaysi hujjatni qayerga topshiramiz deb aniq so'rang. Uchinchi nozik jihat: o'lim sababi noma'lum bo'lsa yoki shubhali holat bo'lsa. Bunda qarindoshlar ba'zan tezroq dafn qilaylik deb shoshadi. Lekin shubhali o'limda rasmiy organlar tekshiruv o'tkazishi shart. Bu qarindoshlarni qiynash uchun emas, balki jinoyat alomatlari bo'lsa aniqlash. Tibbiy sababni to'g'ri belgilash keyinchalik huquqiy nizolarning oldini olish uchun qilinadi. Agar odam yiqilib boshini urgan bo'lsa, yo'l transport hodisasi bo'lsa, uyda yolg'iz topilgan bo'lsa, tanada jarohat bo'lsa, ekspertiza talab qilinishi tabiiy. To'rtinchi nozik jihat: pensionerning nomida kredit bo'lsa, ko'p odamlar vafot etganidan keyin kredit o'z-o'zidan yo'q bo'ladi deb o'ylaydi. Har doim ham shunday emas. Kredit shartnomasi, sug'urta, merosxo'rlar garov masalasi alohida ko'riladi. Agar pensionerning bankdan qarzi bo'lsa, o'lim guvohnomasi bilan bankka murojaat qilish kerak. Agar kredit sug'urta qilingan bo'lsa, sug'urta kompaniyasiga ham hujjatlar topshiriladi. Kechikish bo'lsa,
penya yoki foiz masalasi chiqishi mumkin. Shuning uchun bankdan yashirmasdan rasmiy xabar berish kerak. 5-nozik shart meros masalasi. Pensioner vafot etgach, uy, yer, mashina, bankdagi omonat, plastik kartada qoldiq. Hatto ayrim kompensatsiyalar meros tarkibiga kirishi mumkin. Lekin merosni olish uchun notariusga belgilangan muddatda murojaat qilish kerak. Odatda qarindoshlar dafn bilan ovora bo'lib, 6 oy o'tib ketganini sezmay qoladi. Keyin merosni tiklash uchun sudga borishga to'g'ri keladi. Shuning uchun o'lim guvohnomasi olingan zahoti meros bor yo'qligini tekshirib, notariusga maslahatga kirish zarur. 6-nozik jihat. Pensionerning kartasida vafotidan oldin tushgan, lekin olmagan pensiya bo'lsa, bu masalada odamlar ko'p adashadi. Agar pul vafotidan oldingi davr uchun hisoblangan bo'lsa, uni olish tartibi bo'lishi mumkin. Lekin bu ham o'zboshimchalik bilan PIN kodni bilib yechib olish degani emas. Bank va pensiya organi orqali qonuniy tartibda aniqlash kerak. Agar vafotdan keyingi davr uchun tushgan bo'lsa, u ortiqcha to'lov bo'lishi mumkin. Shu farqni tushunish juda muhim. 7-nozik jihat qarindoshlik hujjatlari. Farzand onasining yoki otasining dafn nafaqasini olmoqchi bo'lsa, ba'zan tug'ilganlik guvohnomasi so'raladi. Turmush o'rtog'i murojaat qilsa, nikoh guvohnomasi kerak bo'lishi mumkin. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, masalan qiz turmushga chiqqan va familiyasi almashgan bo'lsa, uning tug'ilganlik guvohnomasi va nikoh guvohnomasi zanjir kabi kerak bo'ladi. Odamlar hamma biladi-ku, men uning qiziman deydi. Lekin davlat idorasida hamma biladi degan dalil o'tmaydi. Hujjat kerak bo'ladi. Endi men sizga aniq qadamlarni beraman. Birinchi qadam, oilangizda pensioner bo'lsa, uning asosiy hujjatlarini tartibga soling. Pasport yoki ID karta, pensiya ma'lumotlari, bank kartasi qaysi bankka tegishli ekani, tibbiy kartasi, nogironlik bo'lsa nogironlik hujjatlari, nikoh guvohnomasi. Farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari nusxasi bitta papkada tursin. Bu papka sirli joyda emas, ishonchli yaqin odam biladigan joyda bo'lsin. Men buni o'g'ir kun papkasi deb atayman. Bunday papka bor oilada dafn kuni ham. Keyingi hujjat ishlari ham ancha yengil bo'ladi. Ikkinchi qadam. Vafot holati yuz bersa, avvalo tibbiy xodim chaqiring. Agar uyda vafot etsa, tez yordam yoki hududiy shifokorga murojaat qiling. Hech qachon tibbiy qaytsiz. O'zimiz bilamiz deb ish qilmang. Tibbiy ma'lumotnoma keyingi barcha jarayonlarning kalitidir. Shifokordan aniq so'rang. O'lim haqida qaysi hujjat beriladi? Uni qayerga olib borish kerak? FHDYOga qanday tartibda topshiriladi? 3-qadam. FHDYOga murojaat qilib o'lim guvohnomasini oling. Buning uchun vafot etgan shaxsning hujjati, tibbiy ma'lumotnoma, arza beruvchining pasporti kerak bo'ladi. Agar hujjatlarda xato bo'lsa, masalan ismda bitta harf farq qilsa, tug'ilgan sana noto'g'ri yozilgan bo'lsa, darhol tuzatish masalasini ko'taring. Chunki bugun arzimas ko'ringan bitta harf ertaga merosda, bankda yoki pensiya bo'limida katta muammoga aylanadi. 4-qadam, mahalla va qabriston masalasini tartib bilan qiling. Mahalla raisi yoki mas'ul xodimga xabar bering. Qabriston ma'muriyatidan qaysi hujjat kerakligini so'rang. Ayrim joylarda dafn qaydi uchun o'lim haqidagi tibbiy ma'lumotnoma yoki FHDY qaydi talab qilinishi mumkin. Bu tartiblarni janjal bilan emas, oldindan so'rab hal qilish kerak. Agar kimdir noqonuniy pul talab qilsa, albatta yuqori tashkilotga yoki ishonch telefonlariga murojaat qilish mumkin, lekin rasmiy hujjat talab qilinishi o'z-o'zidan noqonuniy degani emas. 5-qadam. Pensiya organiga xabar bering. Vafot etgan pensioner bo'yicha pensiya to'lovlari to'xtatilishi kerak. Buning uchun o'lim guvohnomasi, ariza, pensioner ma'lumotlari kerak bo'ladi. Agar dafn nafaqasi olish huquqi bo'lsa, shu yerning o'zida tartibini so'rang. Qaysi ariza yoziladi? Qancha muddatda murojaat qilish kerak? Pul qaysi hisobga tushadi? Qaysi hujjat yetishmayapti deb aniq savollar bering. Og'zaki gapga ishonib ketmang. Kerak bo'lsa ro'yxatni yozdirib oling. 6-qadam. Bank kartasiga ehtiyot bo'ling. Vafot etgan odamning kartasidan pul yetishdan oldin bank va pensiya organi bilan maslahat qiling. Ayniqsa vafot sanasidan keyin tushgan pulni ishlatmang. Agar kartada oldindan qolgan pul bo'lsa ham, meros va bank tartibi bo'yicha yechilishi kerak bo'lishi mumkin. PIN kodni bilish huquq degani emas. Bu juda muhim. Oila ichida pul o'zimizniki deb qaralsa ham, huquqiy tomondan mablag' vafot etgan shaxsning mulki hisoblanadi va meros tartibiga tushishi mumkin. 7-qadam. Notariusga boring. Agar vafot etgan pensionerning nomida uy, yer, avtomobil, omonat,
bank hisoblari yoki boshqa mol-mulk bo'lsa, meros ishini ochish kerak. Notariusga o'lim guvohnomasi, merosxo'rlarning pasportlari, qarindoshlik hujjatlari, mulk hujjatlari olib boriladi. Muddatni o'tkazib yubormang. Meros masalasida aka-uka, opa-singillar bilan oldindan kelishib oling. Chunki hujjatni cho'zish keyin sud xarajat va arazga olib keladi. 8-qadam qarindoshlar o'rtasida mas'ul shaxsni belgilang. Dafn kuni hamma hayajonda bo'ladi. Biri shifokorga yuguradi, biri qabristonga, biri mahallaga, biri imomga, biri osh-ovqatga. Natijada hujjatlar yo'qoladi yoki ikki kishi bir xil joyga borib, uchinchi muhim ish qolib ketadi. Shuning uchun bitta odam hujjatlarga mas'ul bo'lsin. U pasportlarni, ma'lumotnomalarni, guvohnomalarni bitta faylga solib yursin. Har bir topshirilgan hujjatning nusxasini saqlasin. 9-qadam nusxa va suratlarni tayyorlang. Hozir ko'p idoralarda elektron baza bo'lsa ham, amalda pasport nusxasi, o'lim guvohnomasi nusxasi, qarindoshlik hujjati nusxasi so'raladi. Telefoningizda ham suratini saqlab qo'ying, lekin asl nusxani yo'qotmang. Ayniqsa tibbiy ma'lumotnoma va o'lim guvohnomasi juda muhim. Ularni namlanmaydigan, bukilmaydigan joyda saqlang. 10-qadam, agar sizga tushunarsiz talab qo'yilsa, yozma asos so'rang. Masalan, yana falon ma'lumotnoma olib keling deysa, qaysi tartibga asosan, qayerdan oladi, nomi nima deb so'rang. Ko'pincha odamlar hujjat nomini aniq bilmagani uchun 3 kun yuguradi. Ma'lumotnoma nomi beradigan organi kerak bo'ladigan maqsad aniq bo'lsa, ish tezlashadi. Men doim shuni maslahat beraman, idoradan chiqqanda qo'lingizda aniq ro'yxat bo'lsin, taxmin emas. Xulosa qilib aytaman. Pensioner vafot etganda eng muhim hujjatlar tibbiy o'lim ma'lumotnomasi, FHDYodan o'lim guvohnomasi, ariza beruvchining pasporti, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, pensiya va bank ma'lumotlari, kerak bo'lsa meros hujjatlaridir. Bu hujjatlar dafn jarayonini, dafn nafaqasini, pensiyani to'xtatishni, bankdagi mablag'ni, merosni va keyingi barcha rasmiy ishlarni tartibga soladi. Hujjatsiz ish qilsangiz bugun tez bitgandek ko'rinadi, lekin ertaga pensiya qarzi. Bank muammosi, meros janjali yoki idorama-idora yurish boshlanadi. Mening maslahatlarimni oldindan bajarib qo'ysangiz, og'ir kunda yaqinlaringiz kamroq qiynaladi. Uyda pensioner bo'lsa, hujjat papkasini bugunoq tekshiring. Pasport joydami? Tug'ilganlik va nikoh guvohnomalari bormi? Bank kartasi. Qaysi bankniki? Pensiya qayerdan tushadi? Bularni bilib qo'ying. Sizning hududingizda pensioner vafot etganda qaysi hujjatlarni talab qilishyapti? Dafn nafaqasi olishda qiyinchilik bo'lganmi? Izohlarda yozing. Boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Bu ma'lumot bugun sizga kerak bo'lmasligi mumkin, lekin ertaga kimningdir og'ir kunda juda katta yordam beradi.